Bismillahirrahmanirrahim. Aldı bilen alemlerinin Rabbi Allah subhanahu ve ta'alaga hamdu sana ve süyümlük Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge en güzel durut salamlarımızı yollagandikin, qadirli qeyrindaşlar, Tarixi Nazar programımızın 16. sanını anlaşanlarını kızgın karşı alımız. Biz bu programımızda Şarkı Türkistan'ın meşhur rehberlerden merhum Muhammed Emin Buğra'nın Şarkı Türkistan Tarihi namlıq kitabını diqqətinizlərə sunup kelyapmiz. Biz ötken qitimki sanımızda 7. fasil Yeftil İmparatorluğu degan babdan başlap so'zlab kelib, G'arbiy Osiyoda yangi bir davrning boshlanganligi degan babga kelgan edik. İnşallah bugun shu yerdan boshlab diqqətinizlərə sunishni davom qilamiz. Mikrofon oldida qeyrindoshlar Abdullah Yalqun. G'arbiy Osiyoda yangi bir davrning boshlanganligi. Türk va Xitoy yurtlarida, ya'ni O'rta va Sharqiy Osiyoda yuqorqi voqealar bo'lib turgan mezgilda, G'arbiy Osiyo, Arabistonda butun dunyoga islom nurining yeyilish davri boshlangan edi. Ya'ni milodiy 610-yili Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib vahiy nozil bo'ldi va milodiy 622-yili 22-sentabr kuni Madinaga hijrat qildi. Shuning bilan dunyoda yangi bir tarix, ya'ni hijriy tarixi davri boshlandi. Biz bundan keyin mavzularimizda hozir Sharq Turkistonda ulug'lanib ishlatilayotgan bu qamariy hijriy tarixini birlikda yozamiz. Sharqiy Ko'ktürk davlatining yiqilishi. Xitoy imperatori Tang Taizong milodiy 622-yildagi mag'lubiyatdan keyin Türklar bilan oshkora qurolliq kurash qilish siyosatini tashlab, Xitoyning burunqi siyosati bo'lgan munofiqlik va yushurun ag'durmichilik siyosatini yo'l qo'ydi. Fitna ig'vo tarqitib, qolgan shahzodalarini bir-biriga dushman qildi va qolganga tava bo'lgan ba'zi qabilalarni qolganga qarshi isyon ko'tarishga quturatdi. Natijada Tulu qabilasi isyon ko'tardi. İlik qolgan boshqa bir qabilaning boshlig'i bo'lgan Tolish xonni bu isyonni bostirishga avatdi. Tolish xon isyonchilar bilan bo'lgan urushda qattiq mag'lub bo'lib qaytib kelsa, qolgan uni xoinlik qildi deb gumon qilib jazoladi. Buni anglagan Tang Taizong hiyli-nayrang ishiltib, Tolish xonni qolganiga qarshi quturtishga boshladi. Oxiri bular ta'sir qilib, Tolish xon qolganiga qarshi isyon ko'tardi va Tang Taizongdan yordam talab qildi. Fursatni g'animat deb bilgan Tang Taizong kuchining yetishicha ko'p Xitoy askari to'plab, Tolish xon va Tulu qabilasidagi osiylar bilan birlashib, o'zi qo'mondan bo'lib Turk yurtiga hujum qildi. Hijriyaning 9-yili, milodiy 630-yili dushman qo'shinlari Sharqiy Ko'ktürk davlatining poytaxti bo'lgan Qaraqurum shahrini ishg'ol qildi. İlik qolgan asir aylandi. Shuning bilan Sharqiy Ko'ktürk davlati yiqildi. Xitoyga yordamchi bo'lgan yuqorqi xoinlarmo Xitoy xizmatkori va erkinligi bo'lmagan razil qullardan bo'lib yashadi. G'arbiy Ko'ktürk davlatida ichki urush va Xitoy tajovuzi. Sharqiy Ko'ktürk davlati yiqilgandan keyin Xitoylar G'arbiy Ko'ktürk davlatidami fitna fasod terish va Turk davlatini ag'dirish harakatlarini boshladi. Hijriyaning 12-yili, milodiy 633-yili G'arbiy Ko'ktürk xoni Kunxon vafot bo'ldi va o'g'illari orasida taxt talashish majrolari boshladi. Ikki o'g'lidan birisi Issiqko'lning g'arbidagi 5 Turk qabilasi bilan birlashib, Talas shahrini poytaxt qilib, o'zini qolgan e'lon qildi. Yana bir o'g'li Issiqko'lning sharqidan Boriko'lgacha bo'lgan 5 Turk qabilasi bilan birlashib, u yerlarda qolganlik da'vosi qilg'ili boshladi. Bu fitna fasodlar jarayonida Sharq Turkistonning janubidagi Qo'ju, Kingit va Oltishahar xonliqlari qatorliqlar betaraf bo'lib, hech qaysi qolganiga tava bo'lmagan edi. Bu vaziyat hijriy 19-yili, milodiy 640-yilgacha davom qildi.
Xitoy imperatori Tang Taizong g'arbda bu fitna fasodlarni texmi ulg'aytish uchun mumkin bo'lgan butun chora tadbirlarni ishga solmoqda edi. Türk shahzodalarga va yurtning kattalariga yoshirincha sovg'a salom yo'llab, ularga yordam qiladiganligini aytib, ittifoqsizlikning uruqini chachmoqda edi. Oxiri Tang Taizong markazning ojizlashganligidan foydalanib, Sharq Turkistonga askar yo'llag'ili boshladi. Xitoyga chegirdosh bo'lgan Quju xoni qattiq turib mudofaa qilgan bo'lsa-mu, Hijriyaning 19, milodining 640-yili Quju xoni mag'lub bo'lib, bu o'lka Xitoylarning qo'liga tushib ketdi. Xitoylar texmi ilgirlab Kingit xonligiga hujum qildi. Kingit, ya'ni Qari shahar xoni 4 yil qattiq qarish turgan bo'lsa-mu, Xitoylar oxiri Hijriy 24, milodi 644-yili Kingitni ishg'ol qildi. Undan keyin navbat Kuchaga keldi. Kucha xonimi uda 4 yil urushib, Hijriy 28-yili mag'lub bo'ldi va Kuchamu Xitoylarning qo'liga tushib ketdi. G'arbiy Ko'ktürk qog'onining Iron shohi Yazdigerdga yordam qilib, islom arab askarlari bilan urushganligi. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom vafot bo'lib, Hazrati Umarning xalifalik davrida musulmonlar Ironning xeyli ko'p joylarini fath qilgan edi. Bu yerda bir izohat va fath kalimasi jihad kalimasiga o'xshash, musulmonlarning g'ayri musulmonlardan yer qo'lga keltirish uchun elib borgan urushlarining g'alabasini tarixdagi va zamonimizdagi istilo va besivilish urushlaridan farqlantirish maqsadida ishlatildi. Ibn Manzur Fataha 536-549-betga qarang. Hijriyaning 23, milodi 644-yili Iron Sasani shahlarining oxirgisi bo'lgan Yazdigerd musulmonlardan mag'lub bo'lib, qechib Amu daryosidan o'tib, Talasdagi Ko'ktürk qog'onidan panoh tiladi va uningdan yordam talab qildi. Qog'on uningga nurg'un askar bilan yordam qilib yo'lga soldi. Yazdigerd qog'on turk askarlari bilan kuchlanib, islom askarlari bilan to'xtamasdan urushdi. Oxiri Marva shahrigacha qadar bo'lgan o'lkalarni qaytarib oldi. Marva shahri yanida islom amiri Ahnaf bin Qaysning rahbarligidagi islomning eng qudratli qo'shini bilan intayin shiddatli urush bo'ldi. Urush toza qiziyotgan bir chaqda Xitoyning Kingitni ishg'ol qilganligi xabari kelib, qog'ondan turk askarlarining darhol qaytishiga buyruq keldi va bu buyruqqa binoan turk askarlari Ahnaf bin Qays bilan urushmay qaytib ketdi. İslam tarixida bu hadisini Janobi Allohning musulmonlarga ato qilgan bir nusrati deb tunaymiz deb yozadi. Bu arab va g'arbiy ko'ktürklar o'ttirisidagi birinchi qitimliq urush bo'lib hisoblandi. G'arbiy ko'ktürklarning yangidan kuchlanganligi. Hijriyaning 28, milodi 649-yili Tunxon qog'onning o'g'illaridan Qulaxon o'ziga qarshi chiqqan butun kuchlarni mag'lub qilib, G'arbiy Ko'ktürk davlatini birlikka keltirib, o'zini qog'on deb e'lon qildi va Turkistondagi butun cho'ng kichik xon va baglarni o'z bayrog'i ostida birlashtirdi. Kucha, Kingit va Qujudagi ishg'oliyatchi Xitoy qo'shinlarini tamoman yo'qotib, bu joylarni asoratdan qutqazdi. Shuning bilan milodi 650-yilida G'arbiy Ko'ktürk davlati yangi boshdan kuchlandi. G'arbiy Ko'ktürk davlatining yiqilishi va Turkistonda Xitoy istilosi. G'arbiy Ko'ktürk qog'oni Qulaxonning butun turk xonlarini birlashtirganligidan Xitoy imperatori qattiq qo'rqib ketdi. Turklarning kuchlanib ketishini to'sish uchun ming bir choralarni ishga solgan bo'lsa-mu, muvaffaq bo'la olmadi. Oxirida Xitoy davlati butun kuchi bilan turk davlatiga hujum qilib, uni yo'qotish yoki hech bo'lmaganda kuchlanib qudrat tepishini to'sishni qo'lga keltirishga qaror qildi. Hijriyaning 35, milodi 656-yili Xitoyning ayol imperatori Wu Zetian G'arbiy Ko'ktürk davlatiga nihoyat cho'ng bir qo'shin bilan 3 qo'ldan hujum boshladi. Birinchi qo'ldan Oltoyga hujum qilib, Irtish daryosi bo'yidagi Qarluq qatorliq turk qabilalari bilan bir qancha qitimliq urushlardan keyin Qarluqlar mag'lub bo'ldi. Ikkinchi qo'ldan hujum boshlagan Xitoy askarlari Imil bugungi Cho'chakka hujum qilib,
Tarutay tağları etekleriga yig'ilgan Türk askarlarini mag'lub qildi. 3-qo'ldan hujumga o'tgan Xitoy qo'shinlari Qujuni besib oldi. Kingit, ya'ni Qari shahar yaqinlarida 1 yil davom qilgan shiddatli urushlardan keyin Türklar ig'ir mag'lubiyatga uchradi. Hijriyaning 37, milodiy 657 yili Qulaxon asir elindi va Xitoy poytaxti Chang'anga elib ketildi. Buning bilan Xitoylar Turkistonni to'liq ishg'ol qilib ketolmadi. Türklar rahbarsiz qolsa-mu 2 yil qattiq turib mudofaa qildi. Natijada Xitoy askarlari bak charchab amalsiz holatga tushib qoldi. Mana bu chaqda Xitoylar yana turklar o'tirisiga bo'lgunchilik selib, parchalash kuyuga tushdi. Türk shahzodalaridan ba'zilariga qog'onlik va'da qilib, sovg'a salom yo'llab o'ziga tortdi. Shuning bilan qog'onlik taxtiga chiqishni ta'ma qilib, bu ahmoq shahzodalar mudofaa qilishdan voz kechdi. Ba'zilar vatanparvarlarga qarshi safga o'tdi. Yana bir qism yurt kattalari va qabila boshliqlari ta'maxo'rlik va hasadxo'rlik qilib Xitoylarning oldam xaltasiga tushib, o'z millati va davlatiga xiyonat qildi. Natijada turklar parchalanib, kuchi ojizlashib ketdi. Shuning bilan milodiy 659-yili Xitoylar butun Turkistonni ishg'ol qildi va 107 yil hukm surgan bu buyuk davlat yiqildi. Ammo bu yiqilish vaqtliq bo'lib, 23 yil o'tgandan keyin g'oyat qudratlik va azamatlik bir shaklda yana qayta tirildi. Bularni Qutlug' Turkash davlati babida bayon qilamiz. Xitoylar Turkistonni ishg'ol qilgandan keyin yuqorqi xoinlardan birini g'arbiy turklar hokimi qilib, ichki ishlarni boshqarishga tayin qildi. Mana bu suratda Sharq Turkiston, Farg'ona, Sug'd, ya'ni Sug'diyona, ya'ni Samarqand va Buxoro o'lkalaridagi yerlik xonlar Xitoyga har yili nurg'un miqdorda boj seliq to'lab, tava bo'lib, jinini saqlab turishni qabul qilishga majbur bo'ldi. Shuning bilan bular sharqdan keladigan dushmandan xotirjam bo'lib, kuchini g'arbdan hujum qilayotgan islom arab qo'shinlaridan mudofaalanishga qaratdi. Undan keyin Xitoy askarlari Badaxshan yo'li bilan Afg'onistonning janubidagi Beluriston, hozirgi Chatral va Nuriston jilg'ilariga qarab yurish qilib, Peshavur yaqinlariga qadar istilo qildi. Ammo bu joylardagi istilolari uzun put tirab turolmadi. Xitoy tarixlaridagi biz Shimoliy Hindistonni istilo qilgan edik deganlari mana shu qisqa muddatlik Beluriston istilosidan iboratdir. Sharq Turkistonning janubiy qismlariga Tibetliklarning tajovuz qilib kirishi milodiy 7-asrning boshlarida, ya'ni 630-yildan 703-yilgacha Tibetda kuchli bir davlat qurilgan edi. Bu davlatning hukmdori Gambo milodiy 663-yili Kuku, hozirgi Ko'knur, ya'ni Qinxay o'lkasidagi Tingut, Tuyuhun, Tang'ut ismli turk qabilasiga hujum qilib, bir qancha qatimliq qattiq urushlardan keyin Tang'ut xoni mag'lub bo'ldi. Bu yerda bir izohat va ba'zi tadqiqotchilar Tang'utlarni g'ayri turk kategoriyasida ko'rsatdi. Shuning bilan Xitoy imperatori Gamboga qarshi urush e'lon qildi va bu urushlar jarayonida Hijriyaning 50, milodiy 670-yili Xitoy askarlari ig'ir holda mag'lub bo'lib, parishonlik ichida qochdi. Shuning bilan Gambo Kukudan yurib oldi bilan Charchanni, undan keyin Udun, ya'ni Xotan, Yarkan va Qashqarni ishg'ol qildi. Shuning bilan Xitoy imperatorligi oldiga Turkiston masalasida arablardan boshqa yangi bir raqobatchi davlat o'tirg'i chiqdi. Tibetliklar Qashqarni poytaxt qilib, milodiy 692-yilgacha davom qilgan bu istilo jarayonida Xitoylar bir qancha qitim kelib urushgan bo'lsa-mu, natija ola olmadi. Chunki siyosiy jihatda Turkiston aholisi Tibetliklarni Xitoylardan yaxshi ko'rib, doim Tibetliklarga yordam qiladi. Shuning uchun Xitoylar har bir hujumlarda ig'ir mag'lubiyatga uchraydi. Oxiri milodiyaning 692-yiliga kelganda Xitoylar g'olib kelib, Xotan, Yarkan va Qashqarni tortib oldi. 9-fasl Qutlug' Turkash davlatlari va Ko'kturk davlatining tirilishi. Ko'kturk davlati yiqilib, Xitoy asoratida qolgan turklarga bu asorat bak ig'ir kelgan. Xitoy imperatoridan mansab va sovg'a salom olgan ba'zi xoin xonlar va amaldorlar bu vaziyatdan xo'sh bo'lsa-mu, millatparvar xalq
Xitoydan kelgan har qanday bir narsani nafrat ko'zi bilan qarab qarish chiqib, o'z milliy urf-odatiga va sharaflik an'analariga qat'iy sodiq edi. Xitoy asoratidan qutulish uchun har zamon fursat kutib turgan va fursat kelgan hamon Xitoylarga qarish chiqib, mustaqillikni qo'lga keltirish uchun qo'llaridan kelganicha tirishmoqda edi. Shuning uchun turk yurtlarida har doim u yer bu yerda isyonlar ko'tarilib turadi. Oxiri tövəndə bayon qilinadigan 2 qitimliq inqilob muvaffaqiyat qozonib, turklar Xitoy asoratidan qutuldi va ko'k turk davlati yangi boshdan tirildi. Sharqda Qutlug' davlati milodiy 680-yildan 742-yilgacha, hijriy 60-yildan 125-yilgacha Orxun abidələrdən Kültekin və Tonyuquq abidələrdə yazılğanıga görə Köktürk hökümdarlarının avlodlaridan 70 bəg ismlik bir hökümdar bo'lib, u kishi Ötüken shahri va atrofidagi turklarga Xitoy imperatoriga tava sufati bilan hukmronlik qiladi. 70 bəgning o'g'li Iltarish bəg yeniga 17 kishilik bir quvvat to'plab, Hicriyenin 60. miladi 680 yılı tuyuqsiz Ötüken şəhəriga hücum qilib, şəhərdəki Xitaylarını tamamen yo'qotib o'ttirg'a chiqdi və onunğa qo'shilganlar shu kunili 70 atliq kishiga yetdi. Qisqagina vaqt ichida 700 atliq askarga ega bo'lgan bu qahramon Xitaylarga qarshi urush e'lon qildi va butun turk millatini Xitoyga qarshi inqilobga qatnashishga chaqirdi. Buning bilan Shimoliy Mo'g'ulistondagi butun turklar Iltarish bəgining mustaqillik bayrog'i ostida birlashdi va Iltarish bəgga İdad Shod degan unvonni berdilar. Bu shahzodalarga beriladigan eng yuqori unvon edi. Milodiy 682-yili Iltarish bəg İdad Shod butun Mo'g'ulistondagi Xitoy askarlarini haydab chiqarib, turk istiqlolini e'lon qildi. Millat Iltarish bəg İdad Shodni qog'on sayladi. Xitoy tarixlariga qaraganda bu qog'onning unvoni Qutlug' ekan. Bu Muborak podsho deganlikdir. Lekin Orxun mangu toshga yozilgan xatlarda bu unvon zikr qilinmay, ismi Iltarish qog'on va davlati Turk davlati deb yozilgan. Mana shuning uchun Sharqiy Ko'k Turk davlati qayta tirildi. Iltarish qog'on, ya'ni Qutlug' qog'on hijriy 72, milodiy 691-yili vafot qilib, o'rniga inisi Qapag'on xon qog'onlik taxtiga chiqdi. Xitoy tarixchilari bu qog'onning ismini Mochu Boguchur deb yozadi. Qapag'on qog'on sharqda muhim g'alabalarni qo'lga keltirib, Manjuriya va Koreya qatorliq yurtlarni ishg'ol qildi. G'arbda Turkesh davlati hijriy 71-yildan 122-yilgacha, milodiy 690-yildan 739-yilgacha Xitoylar xato talaffuz qilib Tüyköshi deb ataydigan turkashlar Tangri tog'ining shimolida Ko'k Turk ittifoqini tashkil qilgan 10 cho'ng qabiladan biri edi. Bular milodiy 7-asrning o'ttirlarida Tubul va Irtish daryolari bo'yidagi yayloqlarda yashagan. Keyinchi u yerdan ko'chib Issiqko'lning sharqiga yerlashdi. Ko'k Turk davlati yiqilgandan keyin bu 10 qabila o'z ichida davomli tirkishib, to'qinishib turadi. Natijada Xitoyning bu joylardagi ishg'oliyati ko'pincha qisqa surgan. Oxiri Turkesh qabilasidan ismi o'ch ola, unvoni Bag'a Tarqon bo'lgan xon barg'on siri kuchlanib, atrofida cho'ng nüfus paydo qildi va hijriy 71, milodiy 690-yili butun 10 qabilaga hukmronlik qilg'ili boshladi. Xitoy imperatorining yordamchisi degan unvon bilan g'arbdagi turklarga hukmron bo'lgan Qo'shaluni mag'lub qilib, Xitoyga haydab o'tdi. Buni Xitoy tarixlarida Ashnohin, Ashno deb ataydi. O'ch ala Bag'a Tarqonning poytaxti ikki joyda bo'lib, biri 5 qabilaning markazi bo'lgan To'qmoq shahri, yana biri Ilining shimolidagi Yetsu edi. Shuning bilan O'ch ala Bag'a Tarqon g'arbda Inja daryosi, janubda Tangri tog'lari, sharqda Bariko'l va shimolda Qirg'iz yayloqlari orasidagi keng zaminda bir turk davlati qurib chiqib, g'arbiy Ko'k Turk davlatini tirildirdi. Bu chaqda Tangri tog'ining janubidagi joylardan Quju, Ro'ran, Kingit, Kucha va 3 qatorliq joylar Xitoy ishg'oliyati ostida, Qashqar, Yarkan va Udun Tibetliklarning ishg'oliyati ostida qolgan edi. Farg'ona va So'g'd xonliqlari bo'lsa Xitoyga boj to'lab, o'z oldiga mustaqil yashamoqda edi.
O'ch'ala bağa tarqan janubdagi bu turk yurtlaridan oldi bilan Xitoy va undan keyin Tibet istilasini yo'qotib, G'arbiy Ko'kturk davlatining burunqi territoriyasi ichidagi barliq joylarni bir turk bayrog'i ostida birlashtirishni maqsad qilgan bir siyosiy plan tuzib chiqdi. Bu plan bo'yicha oldi bilan G'arbdagi islom askarlari va janubdagi Tibetliklar bilan birlashib, Xitoylarni butunlay haydab chiqarish, undan keyin arablarni turk yurtidan uzoqlashtirishni maqsad qiladi. O'ch'ala bağa tarqan bu jihatda nihoyatda ko'p tirishib, islom askarlari va Tibetliklar bilan birlashib Xitoyga qarshi urush boshladi. Lekin bu g'ayrat va kuch birligi bilan u chog'dagi Xitoyning zo'r kuchini yenga olmadi. Shundaqdimi bu uch kuch o'ttirisida qolgan Xitoy o'z ta'basini aran qo'g'dab Turkash, arab va Tibetliklarga tajovuz qilishga jur'at qila olmadi. Qadrli qarindoshlar, shuna qilib Tarixiy nazar programmamizning 16-sonini vaqt e'tibori bilan mush yerda oxirlashtiramiz. Inshaalloh oldimizdagi sonimizda Qutlug' va Turkash davlatlarining birlashganligi va Turkistonning Xitoy asoratidan qutulganligi degan bobdan boshlab huzuringizga sunishni davomlashtiramiz. Ijobatli duolaringlarda Abdur uchun va bizlar uchun duo qilishni unutmag'aysizlar. Oldimizdagi sonda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.